Yalmavuz momay depti-de Çintömür Батырға қарап. Bir beshimni aldың, қалған 6 beshimga qandaq javob bersan? Deb qahri bilan elishishga kirishibdi. Elishish bir kech kunduz davom qilibdi. Çintömür Батыр Yalmavuz momayning yana bir beshini chepib tushiribdi. Yalmavuz momay uydan qechib chiqishning ilojini topolmay, Çintömür Батырға yana esilibdi. Yana bir kech kunduz elishibdi. Çintömür Батыр bu qitim Yalmavuz momayning yana bir beshini chepib tushiribdi. Üç beshidan ayrilgan Yalmavuz momay teximi g'azab bilan tutishibdi. Çintömür Батыр uning yana bir beshini urib tushiribdi. Yalmavuz momay u yoqdan bu yoqqa qaytishga boshlabdi. Çintömür Батыр uning 5-chi beshini kesib tushiribdi. Yalmavuz momay endi mag'dursizlanib, ko'zlari piyoladek bo'pti. Eshikdan qechib chiqay desa, Maxtumsala qilish shiltib chiqarmabdi. Oxir Çintömür Батыр Yalmavuz momayning 6-chi beshini chepib tushiribdi. Endi Yalmavuz momayning yel munguz deb atalgan birli beshi qapti. U amalsizlikdan quyunga aylanibdi-da, uyning to'ngligidan chiqib ketib etib. Maxtumsala, xat to'xtab tur. Deb bedar qechibdi. Çintömür Батыр arg'amoq etiga minib, bir beshi qolgan Yalmavuz momayning orqasidan qo'g'labdi. Maxtumsala bog'loqliq kap-kap kuchugini qo'yib etibdi. Çintömür Батыр Yalmavuz momayga yetishibdi. Yalmavuz momay noiloj Çintömür Батырға esilibdi. Ular kashkirguchi ilishibdi. Onungacha Çintömür Батырның kap-kap kuchiga yetib kelib, Yalmavuz momayning pochiqidan tishlab tortibdi. Bir ozdan keyin Yalmavuz momay holsizlanib yiqilibdi. Kap-kap kuchiga uni talab o'ltiribdi. Çintömür Батыр Yalmavuz momayning 7-chi beshini elib, uyga xo'shal qaytibdi.